Bu sizdagi oddiy defaultnik rega, ya'ni-da hech nima qilmasizlar ham mana shunaqa otib turasizlar va regalar bo'lmagandan keyin nolishni boshlasizlar va bu videoni bosgansizlar. Keling endi meni regamni ko'ramiz. Qani go. Aslida bunaqa rega qilish qiyin emas, lekin 4-5 ta xatolar tufayli sizlar bunaqa rega qila olmay qolasizlar. Bugungi videomizda men sizlarga o'zimniki rega chiqarish uchun 5 ta xatolarni aytib o'taman va shu xatolarni to'g'risida sizlarda aniq manlikda rezultat bo'ladi bolalar. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ringlar va mana shunaqa hechotlarni o'zlar ham urasizlar mazza qilib va video qo'yishingizlar bo'ladi. Hammaga assalomu alaykum bolalar. Sizlar bilan Glazik bolalar. Bugungi videomizda top 5 sizlar xatolarni tushuntirib o'taman. Qattiq nima qilayotganlari, nimaga sizlar zalit bo'lmasligini sababini oldin olamiz bolalar. Mana shu zalit jihatdan nimaga sizlar zalit bo'lmasligining 5 ta xatosini tushuntirib o'taman. Prosta video bomba bo'ladi bolalar. Agar shu xatoni to'g'risa qisman bo'lsa ham bolalar zalitlar ancha-muncha oshadi bolalar. Baribir bilaman, qat'iyan mana shu bittasi bo'lsa ham xatolar bo'ladi. O'sha uchun bolalar shuni to'g'rilab qo'yasiz degan umiddaman. Hozir videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'rishni so'rab qolardim. Agar sizlarga ishonchli va arzon yutib kerak bo'lsa, o'zimni olishni so'rab qolardim, chunki hech qanaqa adminsiz o'zim ishlayman. Или menga podishka bo'lgan bo'lardi siz tomonidan. Yana kontentlar ko'proq chiqardi bolalar, motivatsiya bo'lardi. UC olish uchun albatta Telegram kanalimga o'tsa o'zi UC narxlarini tashlab qo'yganman. Hammaga rahmat. Hozirgi kunda bolalar salkam 50% odam ko'p o'tirib turib o'tishadi bolalar. Maslahatim, agar telefonlar to'g'ri 20 fps 30 fps bo'lsa bunaqa qilganlar yaxshi, lekin telefonlar sal normalroq bo'lsa maslahatim o'tirib turavermanglar bolalar. O'tirib turinglar. Har bir 5 sekunddan bitta o'tirib turinglar bolalar. To'xtamasa 50 marta o'tirish shart emas. Mana videoda ko'rayotganda o'tishasizlar bolalar. Prosta primini ko'rsatib beryapman. Iltimos bunaqa qilib o'tishmanglar. Bunaqa qilsanglar sizlar o'qinglar bir joyga bormaydi, boshqa joyga ketib qoladi va regalar ham bo'lmaydi. Mana shu birinchi xatolar hisoblanasizlar bolalar. Ikkinchi xatolar bolalar, bu albatta noto'g'ri divizioniya joysticki yoki-da razmeri bolalar. Albatta joystick to'g'ri sozlamasizlar, hech qachon sizlar bolalar rega bo'lmaydi. Chunki joystickga komfort bo'lmasa, sizlar o'yinlar ochilib ketmaydi. Joystick qanday to'g'rilamiz deganlar uchun men YouTube kanalimda joystick haqida 2-3 ta video bor bolalar. Shundan to'liq ko'rsangizlar tushunib ketasizlar. Agar bu vaziyatda ham bo'lsa, yanada telefonlar qizib ketgan bo'lsa, zalit bo'lmaydi bolalar. O'sha uchun har doim telefonlar qizigandan keyin chexolni yechib o'ynashlarini maslahat beraman. Shunda telefonlar sal bo'lsa ham isib ketmaydi bolalar. Agar sizlarda cooler bo'lsa, buni yetishlash shart emas. Prosta mana bunaqa ventik bo'lsa ham yaxshi. Prosta yoqasizlar, ishlatasizlar, buzdek bo'ladi va rezultatini ko'rasizlar. Ko'rishlar mumkin, o'sha buzdek bo'lgan telefon pizdishida bo'ldi. Sapenliklarga hayron qolaman-da, bunaqa M416larni nimaga qo'yishar ekan? Qarasam yo bunaqa turadi bolalar. Bular вообще bo'lmaydigan bolalar tuzilgan M416. Eng yaxshisi bolalar, kompensator qo'yasizlar, close fightda kuchliroq hechshot ko'proq deysizlar. Kompensatorni maslahat beraman. Agar yo universal uzoqdan ham otaman desizlar, mufta qo'yinglar. Lekin men ko'pincha kompensatorda o'ynaman. Hechshot ham shunga yarasha ko'p beradi. Undan keyin men bu narsani orqasidan qo'yishlar kerak. Bu narsa bolalar sizlar o'qlar sarchab ketmasligi uchun va albatta katta magazin va eng muhimi lazerga bolalar. Lazerga qo'yishlar shart bolalar. Lazerga eng ko'p hechshotga close fightda yaqinroq hisoblanadi. Elite ham katta karta emas. O'sha uchun uzoqda 100 metrdagi odamdan bemalol ursizlar bo'ladi, zajim qilib bolalar. Ya'ni-da eng universal M416 mana shu videoda ko'rsatib turganimdek qilsangizlar bo'ladi bemalol. Va PUBG'da eng kerak, ya'ni 30-40% ish bajaradigan bu chus bolalar. Chusni normalniy qilsangizlar, o'zlariga komfort bo'lsa, joystick bilan birga вообще zo'r bo'ladi. Divisionlar mazza qilib o'ynaysizlar o'yinni boru. Yana teamda birga bir otishganda hech qachon bolalar unaqa nolmaysizlar. Ya'ni faqat hit tegmaydi-yu, lekin 1-2 ta hit tegib turadi bolalar. Bu degani ancha zo'r bolalar. Ko'rishlar mumkin, shunaqa hechot atyapti. Agar sizlarga chus kerak bo'lsa, men Telegram kanalda o'zimni chustim bor yoki da sizlarning telefonlarga qarab chus yasab berishim mumkin, pul evaziga albatta. Telegram kanal albatta opisinada bolalar. Mana shu eng muhim narsalardan edi.
Bolalar, bugungi videomiz shu bilan iborat edi. Mana shu 5 ta xatolarni to'g'rilasizlar, sizdan ham zalyut ancha oshadi. Bu bolalar faqat zalyutga bog'liq video bo'ldi. Hech qanaqa negativ fikr emas. Mana shu zalyutlarni mana shu narsalarni to'g'rilasizlar, men javob beraman. 100% zalyutlar oshadi va optimizatsiya qilishdan maslahat beraman. Qattiq olamiz deganlar uchun Telegram kanalda meni shaxsiy optimizatsiyam sotib olishlar mumkin. Prosta bomba optimizatsiya. Mana shu video ko'proq layk kelsa, yanada ikkinchi qismini chiqarishimiz ham mumkin. Sizlar bilan glazit bo'ldi. Hammaga rahmat. 10 ming obunachiga ozgina qoldi. Layklarni bosib, padisha qilasizlar degan umiddaman bo'ldi.